أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. أنا العبد الذي أضحى حزينا على زلاته قلقا كئيبا. أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. أنا العبد الذي الملك Allah subhanahu wa ta'ala bo'lsin. Rabbimiz Allah bo'lsin. U o'zining zotida bo'lsin, o'zining sifatlarida bo'lsin, har qanday mavjudotdan behojat bo'lgan va barliq mavjudotlar, barliq narsalar uningga ehtiyojli bo'lgan Rabb. Uningga ehtiyojli bo'lgan Rabbimizdir Al-Malik degan. Bizning Malik Rabbimiz butkul mahluqotlar uningga ehtiyojli, ammo u har qanday narsadan behojat. Mana bunday Rabbimiz va qarindoshlar bizning. U zotidimi malikdir, mavjud bo'lishidimi malikdir, sifatlaridimi malikdir, barliq narsadan behojatdir, hamma narsa uningga ehtiyojlidir. Mana bu Al-Malikning eng inchki sifatidir. Al-Malik Rabbimizning eng inchki tushuntirilgan sifati. Bu sifat hamda bu sifat yuqori degan bu sifat Allah subhanahu va taoladan boshqa hech bir mahluqqa loyiq kelmaydi. Hech qanday birisiga tushirmaymiz bu sifatni. Mayli mavjud bo'lishida, zotida, sifatida, hech bir narsada, har qanday narsadan behojat, hamma narsa uningga hojat bo'lgan bu sifat Allohdan boshqa hech kimga loyiq kelmaydi. Hech kimga tushirmaymiz buni. Shuning uchun inson o'zining haqiqiy hajmini bilishi kerak. Haqiqiy hajmimizning nima ekanligini bilishimiz kerak. Rahimallohu abdan arafa haddahu fa waqafa indahu degan so'z shuning uchun aytilgan qarindoshlar. Alloh o'zining haddini bilgan va shu haddini bilib, o'zining qanday maxluq ekanligini, kim ekanligini bilib, shu chegarada to'xtab qolgan bandiga Alloh rahmat qilsin degan bu so'z shuning uchun aytilgan. Shuning uchun biz o'zimizning kim ekanligini, o'zimizning hajmimizning nima ekanligini bilib yashashimiz kerak qarindoshlar. Allah subhanahu wa ta'ala yana Malikning ma'nolaridan birisi Malikun Mumallik. Allah hem ega, butkul narsaning egasi Allah subhanahu wa ta'ala. Hem boshqalarni bir narsaga ega qilguvchi. Xoligan bandasiga, xoligan kishisiga bir narsani berib, uni bir narsaga ega qilguvchi sifati bor. Ya'ni boshqa birisini mulk sohibi qilinmaydigan, boshqa birisiga igdorchilik huquqi berilmaydigan, bu narsalarni bir narsalarni ato qilinmaydigan shaxs hargiz malik bo'lishi mumkin emas. Shuning uchun bu ism taqazzo qiladigan narsaning jumlasidan shu narsa borki, u Malikun Mumallik, ham malik, ham mumallik, ham boshqalarni ega qila oladi dedi. Buning dalil nima desa, Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda shunday deydi. Qala taala: "Qulillahumma malikal mulk, tu'til mulka man tasha." وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. Aytqinki ey Muhammad sallallohu alayhi va sallam, ey padişahlıqning, butkul padişahlıqning egisi bo'lgan Alloh. Sen xoligan odamga sen padişahlıqni, mulkni berasan, xoligan odamdan tortib olasan, xoligan odamni aziz qilasan, xoligan odamni xor qilasan. Hamma yaxshilik sening qo'lingdadir. Sen haqiqatan hammaga qodirsan degan bu so'z buningga dalil qarindoshlar. كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. أنا